Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ehson Abdulquddus. Misr. 19-bob. Naval İbrahimni o'ylab, onunğa ümid bağlaydı. Ammo İbrahimning aksini turmadan qanday qutuldirib chiqa oladiganligini bilmaydi. Balki u muhitning turmadan qechishiga yordamlashar. Ehtimal muhitga o'zining gunohsizligini isbotlaydigan pok tepib berar. Naval hech nimani bilmasimi, İbrahimning muhitni qutuldirish mas'uliyatini ustiga olaydiganligini ko'ngli tuyib turadi. Naval İbrahimga bu mas'uliyatni onundan ranjiganligi, ayibni onunda qo'yganligi uchun emas, balki uni qahramon, rahbar, akam, yaxshi ko'rgan, ko'nglim talpinadigan odamim deb qaraganligi uchun ortmoqchi bo'ladi. U belgilangan kunni kutmasdanla İbrahimni izlashni yoki İbrahimning og'inisi Fathi Malijining yeniga berib, Muhit bilan Abdul Hamdining qo'lga ilinganligini aytib, onundan o'zini so'ygunining yeniga opirib qo'yishni o'tinmoqchi bo'ldi. Ammo yana İbrahimning planini buzib qo'yishdan qo'rqdi. Kim biladi, saqchilar shu topda Fathi Malijini kuzatayotgan, balki o'zini nazorat qilib turgan bo'lishi mumkin. Naval nima qilarini bilmay gangirab qoldi. U shu yoshlarning nima o'ylayotganligini, ularning yeniga qanday berishni bilmaydi. Shundaqdimi u İbrahimdan bilib olgan ideya, fikr qilish usuli bo'yicha o'ylab, atdiganlikcha turish, atdilikcha turib beqish qarorga keldi. Ertesi dushanba edi. Naval aynak oldida ko'p xayollashmadi. Bu qitim uningda uchrashishga boradigandek hissiyat yo'q. Butun o'y xiyoli aksi bilan Nevra aksining deshivorchilikda qolganligida edi. Shunga İbrahim uning ko'nglida faqat shularni turmadan qutuldirib oladigan odam edi. U apsidan osonla ruxsat oldi. O'g'lining tashvishi va g'amidan yetkucha ich og'riqi tortgan ona qizlari yo'limisa karvatdan tusholmaydi. Shunga uning barliq ishlari ikki qiziga qolgan edi. U günsiz ko'zlari bilan ularning qilganlariga qarab, malla hötisidan chiqalaydigan o'yning eg'ir yuki bechora qizlarimga ortilib qoldi deb yana ularga ich og'ritdi. Naval yuraklik holda avtobus bekiti tarafga mangdi. U bir necha qadam mangmayla Abdul Hamdining orqasiga tushgandek, meningmi orqamga tushgan saqchi bormi yo'q deb orqasiga qarab mangdi. Naval yo'l bo'yi İbrahim akam uchun nima ishlarni qila deganni o'yladi. Balkim u muhitni tutib ketgan saqchi amaldorini o'ldirib etish qaroriga kelar. Yo'q, u endi odam o'ldirsa bo'lmaydi. Naval İbrahimdan endish qiladi. Shundaqdimi aksini qutuldirib oldiganlar ish bo'lsa, saqchi amaldorining o'ldirilishini, barliq saqchi amaldorining, saqchilarning o'ldirilishini umid qiladi. Biroq ularni İbrahim o'ldirmasin, deydi. Chunki u İbrahimning omon eson turishini tilaydi. Onunğa akımı, İbrahimmi lazımda. U İbrahimni ko'rishga cho'qim keladi deb o'ylab, kallasidagi kelmaydi degan gumonlarni yo'q qilib etishga urinadi. Yo'q, bugun İbrahim cho'qim keladi. Muhit turmada yotganda u bo'lmasa bo'lmaydi. İbrahim keladi. Onunğa tasalli beradi. Aksi uchun nimalarni qiladiganligini aytib, uni xotirjam qiladi. U avtobusdan tushib, Fani maydonga qarab mangdi. Kishilarning o'ziga qarashlaridan uyulubmu ketmedi. İbrahim bilan ko'rishish, aksini qutuldirib olishni o'ylag'ashqa, boshqa ishlar bilan chatqi bo'lmadi. Hey xaloyiq, shuni bilib qilinglarki, Naval shu topda uchrashishga emas, aksini qutuldirishga ketyotdi. Naval Fani maydonidagi Onus doktorxonasining yanida to'xtab, atrofga nazar tashladi. Uning ko'zlaridan qaysarlik, botirlik chiqib turadi. Necha minut o'tdi. U asabiylashishga boshladi. Ko'zlaridagi bayotinqi botirlik, qaysarlik o'tlarimi o'chdi. Yana bir necha minut o'tib ketdi. Yarim soat o'tdi. Navalning gumoni rostga aylandi. Umid ko'pikdak yo'q bo'ldi. Umidi ko'pikdak yo'q bo'ldi. Shunga ixtiyorsiz ochchig'i keldi. Yana bir necha minut o'tdi.
45 minut o'tib ketdi. Endi u kelmaydigan bo'ldi. U mas'uliyatdan qochdi. Navalning aksi qo'lga ilinsa, turmada yotsa yoki dorga esilsa, albatta uning chatiqi yo'q. Naval oilasidagilarning hammasi qo'lga ilinib, jimi odam uy bilan billala kuyib tugisa, uning buruti tavrimaydi. Chunki uning o'ylaydigani qichish, jinini ap qichish. Naval xafa bo'ldi. U mushundaq shaxsiyatchini qandoqmi yaxshi ko'rib qolgandi. Uning närini yaxshi ko'rib qolgandi, a? Balki Naval xato holda uni qahramon deb o'ylab yaxshi ko'rib qolgandi. U qandoqmi qahramon bo'lsin? Mana u qechishni bilib, Navalning aksi va bir navra aksining turmaga solanganligi bilan kori bo'lmadi. Naval qahramonni o'zining bexatarligini ko'zlaydi, boshqalarning qurbon bo'lib ketishiga qarab turadi deb zodila o'ylamagan edi. Naval nimishqa saqchiga berib aksini qutuldirmaydi. U nimishqa saqchilarga hamma gapni ochiq qilib, Fathi Malijaning turar joyini aytib bermaydi. Shundala saqchilar Fathi orqali Ibrohimning nadligini bilib oladi. Turmada asli aksi bilan nevra aksi emas, Ibrohim yassı bo'ladi. Chunki u degan qahramon. Turma shunda qahramonlar uchun yasalgan. Aksi bilan nevra aksi qahramon emasda. Navalning yuragi mujildi. Yo'q, u Ibrohimni hargiz xatolashib yaxshi ko'rgan emas. U uyida bir mahal turgan yigitni yaxshi ko'rgan. Naval real ahvollarni ko'rgan. Esda qoldirgan, ko'ngliga pukkan. Navalning ochchig'i yongandek bo'ldi. Naval Ibrohimning yo'g'on ko'zlari, qonshorliq buriti, nepiz lavlari, qaysarligini ifodalab turadigan ingiki, sal tortinchoqligi, sipoya gap so'zlari, taqdirqidan bilinib turadigan oliyjanobligi, mardlarga xos jasoratini ko'z oldiga keltirdi. Naval xuddi o'zini bir chetda Ibrohim, yana bir chetda aksi tortib olgandek gangirab qoldi. So'yguni va qerindishidan qaysisini tanlashni bilolmadi. Naval har ikkisiga chidamaydi. Shunga u bir tarafdan turmadagi aksini eslasa, yana bir tarafdan qechib yurgan so'ygunini seg'inatdi. Naval umidsizlandi. Umid darvozasi Ibrohim kirib, uni aksini qutuldirib oladigan darvoza etilmoqda edi. Umidsizlik Navalni gangirtibla qo'ydi. U peshonamga putilganni ko'raman deb o'ylab, hasrat o'tida puchilinib, uyiga qaytdi. Yo'l bo'yi "Ah Xudo, ah Zeynab, ah Husayn" deb nola qildi. Bu yerdagi Zeynab Muhammad alayhisalomning cho'ng qizi, Husayn Muhammad alayhisalomning nevrasi. Naval uyiga kelib, hamma bilan tang hasratga, mung'a patdi. Bovay oraga odam qo'yib, o'g'lini qutuldirish uchun jiq harakat qilib ko'rdi. U boshliqlarga ahvolni aytib edi. Ular aniq bir nima demedi. Ichki ishlar ministrligida ishlaydigan bir do'stiga gap qilib edi. U do'stimi tilini chaynadi. Oz-to'la tuqqanchiligi bor parlament a'zosi yiroq bir tuqqunining qeshiga berib edi. U mu og'lining uchidala ha deb qo'ydi. Xizmatdoshlari uning uchun bosh qotirib, har xil amal tepib yo'l ko'rsatdi. Bir ishxonada ishlaydigan Muhammad Initil ismli xizmatdoshi uningga aql ko'rsatib mundoq dedi. Rastini aytganda, sening puling oz. Agar senda 50 funt sterling bo'lgan bo'lsa, hech kimga yolvurib yurmayding. Pulni Abdullah Bagning qo'liga tutqizsanglar, hamma ish hal bo'ladi. U parlament a'zosi, gapi bek o'tadi. U gap qiladigan bo'lsa, har qanday ishik, hatto turmining eshigimi ochilib ketadi. Bovay jimi mal mulkini hisoblab ko'rib, hammani xajlab bo'lsa-mo, o'g'lini qutuldirmoqchi bo'lib edi. Yana bir necha xizmatdoshi Abdullah Bek pulni elib-elibla ish hal qilib bermaydi deb uning rayini yondirdi. Kechqurun Bovayning beshiga g'am tushdi. Xotiniga qandoq yolg'on to'qiydigan ish emdi. Ahvolni yoshirib qilish uchun. So'roq kechiktirilibdi. Shunga u bugun kechimi kelolmagudak, dedi Bovay xotiniga. Dadisi, "Sizlar menga rost gapni aytmayotdilar", dedi Momay tortib. "Meni oldimisizlar? Nima uchun nima ish bo'lganini menga aytib bersizlar. Ular o'g'limni zodi nima qilmoqchi ekan?"
Uni turmaga solab qo'yibdimi yoki o'ltirib etibdimi? Nada undaq osonla turmaga solaydigan ish bo'lsin. Xeyli uzun tashrif baqidi texi. Sizlar oson emas deydilar. Ular nima ishlarni qilmaydi, ha? Voy munofiqlar. Mo'may beshini chayqab o'ltirib qaynab ketdi. Ah xudo, ular bizni ko'rishtirmadi. Ularmi qarindoshlaridan ayrilib judolikning dardini tortib baqar, ilohim. Allah egam, ular yaxshi odamlarning bolalarini azoblamoqda. Ularning jojisini bergin. Ularmi tortquliqini tortib baqsin. Mo'may parishonligimni sezib qolmasin deb buvay mehmonxona uyga chiqib ketdi. İftardan keyin uyga haqam soyila yig'ildi. Ular xabarni anglab kirishgan bo'lib, hech kim muhitning siyosiy ishlarga chetishligi borligiga ishonmaydi. Ba'zilar hatto uni siyosiy ish bilan qo'lga ilingan bo'lmasligi mumkin. Tortinchoq, to'g'ri yurak bu yigitning nimalarni qilganligini kim bilsin? Yoki u bir navra aksi bilan birlashib o'g'irlik qilgandi yoki zaharlik chekimlik setayotganda tutilib qolgan bo'lishi mumkin. Uning bir navra aksi zaharlik chekimlik chekadigan, halol kasb bilan shug'ullanmaydigan, o'qishni bir boshqa chiqarmagan bir narsa degan qarashda bo'ldi. Shunga qulum qo'shnilar bularga hesdoshlik qilgan, ish og'ritgan bo'lsa-mu, zodi nima bo'lganligini bilib beqishga bo'lgan qiziqishini yoshirib qololmaydi. Mo'may ayol qo'shnilarini yotgan holatda kutib oldi. Ikki qizi uning ikki yonida o'ltirib, oksining qandoq qo'lga ilinganligini so'zlab berdi. Nemishqa tutib ketdi uni deb so'rab edi qizlarning biri. Bizmi bilmaymiz. Ta hozirgacha nima ish bo'lganligini hech kim bilmaydi deb javob berdi. Bu ay bu kunlarda u ablaqlar qalaymaqan odam tutadigan bo'lib ketdi. Uchirganlar odamni qo'lga eliverdigan elivatadigan tang dedi yana bir qizi qo'shimcha qilib. Ayollar tilini chaqildatib, hesdoshligini bildirishdi. Voy xudoyim, o'zing bor, mushkulimizni oson qilg'aysa, dedi Mo'may tortib. Bovay mehmonxona uyda qo'shnilarini kutib o'tdi. U beshini sangilatgan holda ishning jarayonini takror so'zladi. Har qatim so'zlaganda ba'zi yangi tafsilotlar qo'shilib, aytilib bo'lganlardan ba'zilari tushib qoldi. Uning aksi, ya'ni Abdulhamdining dadasimi keldi. U odam inisiga qaraganda hamoqat, yavash odam bo'lib, tug'ilishidanla mushundaq edi. Bo'lishig'ila kun o'tkazib kelib xotiniga bakrak yo'linib, shuning gapi bilan ish qilatdi. U o'g'lining qo'lga ilinganligini anglaganda inisidanmi battar aloqsada bo'lib ketdi. Ammo uning qo'lidan hech qanday ish kelmagachga soqchi mahkamasiga berib surishtirishni bilmadi. Hozir xotiniga bir nima deyish uchunla uydan chiqqan. Qahvaxonada birdam o'ltirib etib, ondan inisinikiga kelgan edi. U inisidan anglagan gaplarni xotiniga xuddi o'zi surishtirib bilib kelgandek aytib bermoqchi edi. U inisi qo'shnilarga takror aytgan ahvollarni anglab, bizg'u Abdulhamdi yaxshi odam bo'lmadi deb burunla aytgan. Kim biladi u nimalarni qilib yurdi. Lekin muhit odamgarchiligi bor, adablik bola edi. Uning nima gunohi bordi endi? Dedi aksi. Gunohi yo'q. Abdulhamdining gunohi yo'q. Hammasi peshonimizning ta'tirligidan, dedi muhitning dadasi. Uning do'sti Abdul Fattah. Bu qandoq gap? Xudoyim bizni mushundoq kun ko'rsin debdikanmi? Bu qarab turib odamni bo'zaq qilganlik. Bu hukumat jallat, dedi. Rastini aytsak, davlatimiz bundoq ketaversa bo'lmaydi. Bundoq ketaveradigan bo'lsa, davlat qandoq holga tushib qolar? Shu ablaqlarning jojisini zodi bergili bo'lmasmi? Dedi Hajil Abuliuz apandi. Mushundoq ketaveradigan bo'lsa, hammamizni ujuqtirib etadi, dedi Abdul Fattah. Rastini aytsak, yoshlar shuning uchun siyosiy harakatlarni qiladi ekan. Agar men yosh, putqo'limda kuch bo'ladigan bo'lsa, shu yoshlarga o'xshash ish qilgan bo'lardim. Ulardan oshiribroq qilatdim texi, dedi Abbos Murtaza.
Bovay qo'shnilari va og'inlarining bu gaplarini un chiqmay o'ltirib anglab hayron bo'ldi. Chunki bu gaplar uning uyida tunji qatim bo'layotdi. Shundaqla buni og'inlarining og'zidan tunji qatim anglayotdi. Rostini aytganda, bu uning ko'nglida uzundan buyon bor, lekin og'zidan chiqarmagan gaplar edi. Bovayda og'inlari bilan billa ozoda so'zlashib, ichidagini to'kish, ular bilan tang hukumatni, podshohni va Angliya olvostlarini tillash istiki paydo bo'ldi. Ammo u o'zini imkon bor tutib olishga tirishdi, chunki o'g'lining tashvishi undaq qilishga yo'l qo'ymaydi. U hukumatning ustidan gap qilmagan tuzuk, mayli og'inlar bilan bo'lgan parangda, mayli ko'nglimda unda qilmay, Xudoyim ko'ngliga insof berib, hukumat o'g'limga rahim qilsa ajab emas deb o'yladi. Qo'shnilari chiqib ketdi. Oksimi ketmoqchi bo'ldi. U inisining qo'lini tutib turib, "Seningcha bu ish qandoq bo'lib ketadi?" dedi quliqiga pichirlab. "Aka, rost gapni aytsam, menmi bilmadim. Hamma ishni Xudoga qo'ydim", dedi Zohir. Oiladagilar bir kecha kirpik qaqmadi. Zohir o'g'li bilan ko'rishishning amalini qilib beqish uchun attagandila chiqib ketdi. U boshliqining yeniga berib, bir kunlik ruxsat olmoqchi. Ondan kapitan Dabag'ning qeshig'i berib, uningdan o'g'li bilan ko'rishishni o'tinmoqchi bo'ldi. Buningga Dabag' ma'qul degan edi. Mo'may bilan ikki qiz uyda qoldi. Ularning har bir harakati nadomatlik noliga o'xshashib ketadi. Soat 11 da eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Samiya eshikni ochdi va ixtiyorsiz yuragini tutgan holda kayniga dojidi. "Nima ishingiz bor?" Aloqsada bo'lgan ham ochiqlangan holda so'radi u. Samiya eshik chekkan odamga go'yo u kiribla o'zini bo'g'ib qo'ydigandek vahima bilan qaradi. Kelgan odam saqchi edi. "Men Abdulhamdining yenidan keldim", dedi u past ovozda, xijillik bilan kulib qo'yib. Samiya yanala ko'zini parqiratganicha so'radi. "Abdulhamdi? Qaysi Abdulhamdi?" "Bu Mustafa Zohir apandining uyi emasmi?" Samiya esiga kelgandek bo'ldi. "Ha, shu. Men chet elliklar turmisidan keldim. Abdulhamdi apandi sizlarga bir parcha xat bergan edi", dedi saqchi past ovoz bilan. Ondan yanchiqidan qatlangan bir parcha qog'ozni elib Samiyaga berdi. Samiya titirgan qo'li bilan qog'ozni elib, gap qilmasdan saqchiga lappida qarab qo'ydi. Ondan qog'ozni ochdi. Xat rostilla Abdulhamdining xati edi. Samiya har qanday xatning orasidan u yozgan xatni tonib olaydi. "Qadirlik tog'a, sizning muborak qo'llarga so'yib shuni xabarlantirmoqchimanki, biz nihoyatda yaxshi, har qaysilari xavotirlangudak hech qanday ish bo'lmadi, ancha xorlamadi. Muhitni bugun attigan doktorxonaga ilib ketishdi. Bilishimcha u salomat, komir namrak bo'lg'ashqa mijozi yo'q bo'lib qopdi. Qandaqli bo'lsin, doktorxona turmidan yaxshiroq. Ansirashmisizlar. Tog'a, bizga ishonishlarini umid qilamiz. Biz faqat sabr va chidamga muhtoj. Chidab turinglar. Bizmi chidayli. Ota-onamga yetkazib qo'ysalar, ularmi xotirjam bo'lsin. Xat oparg'uchi orqali ahvollarni bizga yetkazishsalar, bizmi xotirjam bo'layli. Hammanglarga salom." Oxirga imzo qo'yilmagan edi. Muhit nimishqa doktorxonaga kirib qoldi. Uningga nim bo'ldi? Samiya beshini ko'tarib darhol so'radi. Saqchi, "Men texi sirtda turyapman" degandek atrofga qarab qo'ydi. "Hech nima bo'lmadi, sal mijozi yo'q bo'lib qopti", dedi saqchi. "Mijozi yo'q?" vaqirab tegidek so'radi Samiya. "Nimishqa mijozi yo'q bo'lib qoladi?" Saqchi yana atrofiga qarab qo'ydi. Samiya uningdagi ansizlikni sezib, eshikni yo'g'on ochdi. "Qani, kiring." Saqchi uyga kiribla eshikni him yopdi. "Har qanday gap bo'lsa, davring. Biz xotirjam bo'layli", dedi Samiya. Saqchi o'ltiring damdikin deb o'rindiqqa qarab qo'ydi. "Xanim, xotirjam bo'ling. Doktorxonaga berish uchunmi munosabat topmasak bo'lmaydi."
O'ltiring, dedi Samiya o'rindiqni ko'rsatib. Samiya soqchini yolg'iz qo'yib ichkariga kirdi. Singlisini opasiga bildirmay chaqirdi-da, koridorga chiqib, Abdulhamdining xetini ko'rsatdi. Ondan soqchining so'zlarini aytib berdi. Ikkisi soqchining yeniga kirdi. Ularning muhitni qaysi doktorxonaga opirib qo'ydiganligini bilamsiz? So'radi Naval. Onun ko'zlaridan taqasoliq chiqib turadi. Menmo aniq bir nima deyolmayman. Bilishimcha odatda ayni qasr doktorxonasiga opiratdi. Qizlar, u yerda kim bor? Opsining ovozi anglandi. Qizlar bir-biriga qarashib oldi. Ondan Naval opsining yeniga kirib ketdi. Muhit bilan Abdulhamdining yenidan bir odam bizni xotirjam bo'lsin deb xabar akapti. Momay shaqqida o'ri bo'ldi va karvatdan yoshlardek apliklar tushdi. Ularning yenidan kapdimi? Men bir ko'rishay. Naval hodiqib ketdi. Biroq opa, sen chochlaringni tuzab, yog'liqimni bergin, dedi Momay uning so'zini bo'lib. Naval opsiga yog'liqini berdi-da, opsining oldida soqchining yeniga chiqib, uningga Xudo haqqi, opamga ortiq gap qilmay, hozir ularni tekshiryotidi debli qo'ying. Turma, doktorxona degan gaplarni hargiz deb salmang. U og'riq, shunga biz ahvolni uningdan yoshiryapmiz, deb pichirladi. Navalning opsi ildam mengib kirib keldi. U shu topda go'yo barliq azobini va semizlikini unutib qolgandek edi. U soqchini ko'ribla cho'chib ketdi. Ondan so'radi: "Balam, siz ularni ko'rdingizmi? O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?" "Ha, ular noyatda yaxshi, xotirjam, tenimi sog'lom", dedi soqchi o'rnidan turib. "Ular qachon qaytib keladi? Balam, siz gapning aniqini danga, ko'nglim orom topsin." "Moma, hech ish bo'lgani yo'q." "Hech ish bo'lgani yo'q", dedi Momay ansizlik bilan. "Qandoq gap bu? Nima gap bo'lsa dang, yoshirmang. Ularni qachon qo'yib bersizlar?" Soqchi tamtirab ketdi. Yordam so'ragandek ikki qizga qarab qo'yib, "Yana 1-2 kunda tekshirib bo'ladi", dedi. "Payg'ambarimizning haqqi hurmati uchun qasam qilamanki, balam, u ikkisiga uval bo'ldi. Gapimga ishoning. Ularga haqiqatan uval bo'ldi. Yaxshilarga uval qilgan odamni Alloh taolo kechirmaydi. Balam, sizlar Xudodan ehtiyot qilinglar", dedi Momay uni cho'ng bir amaldor ko'rib. Momay sofaga lassida o'ltirib qoldi. Soqchi noyatda o'ng'aysizlandi. Tomiqini chakildatib, bu oqko'ngil oilaning beshiga kelgan balo qazoga hesdoshligini bildirib, tasalli berdi. "Xotirjam bo'lsizlar, moma, hamma ish o'rniga tushidi. Ularga nima avatadigan bo'lsinlari, men yordam qilaman." "Ularning nimasini tekshirdi ekan?" dedi Momay uning so'zini anglamagandek. "Ular nima ish qilibdi?" "Qandoqla bo'lsin, xotirjam bo'lsizlar, moma", dedi soqchi ikki qizga qarab qo'yib. "Ular nalarda yotadigandi? Ular karvatda yotadi. Ularning tomiqi qandoqroq?" dedi Momay. "İftarda go'sht, gurish osh, har xil qo'rima beradi. Rostini aytganda, boshliqlarimizmi o'ylardan akelgan tomoqlarni yemay, turmining tomoqini yeydi." Momay maydasiga shapaloqlab vaqirab ketdi. "Turma? Ularni turmaga soladimi?" Soqchi cho'chib ketdi va darrov gapini o'zgartib tushundirdi. "Yo'q, moma, ularni texcha tekshiryotdi." Soqchi tanglikdan qutulay degandek o'rnidan turib so'radi: "Ularga biror narsa avatamsizlar?" "Ha, balam, ularga roza yemekliklaridan avatib beray dedim. Muhit kichikidinla yang'oq bilan badamga omroq edi. Uningga kiyim avatayli. Jenim balam to'nglamagandi. Yana meyvechi va kitoblarni avatsak obdan bo'ladi. U dars tayyorlaydi-da, imtihoniga oz qoldi", dedi Momay. "Bu narsalarni tasdiqlatmasdan akargili bo'lmaydi." Soqchi Momayga gap uqtirolmasligiga ko'zi yetib, ikki qizga qarab qo'ydi. "Bo'lsa, kichikroq narsa bersanglar bo'lamdi." "Qandoq narsa bo'la?" so'radi Samiya. "Masalan, pul. Ular u yerdami pul xashlaydi", dedi soqchi ularning sottiliqidan hayron bo'lib. "Opa,
Yür, av öyge kireyli, sana gepim var, dedi Naval ve apsini yölüdi. Momay başqadan azaplanıp ketivatqandek injiqlab o'rnidan turdi da qizi bilan hujrasiga qaytib kiribla holidan ketib yetib oldi. U saqchining gepini tushungan edi. O tartmani och, uningdagi yog'liqqa o'ralgan pulni elib, bu yaxshi niyatlik bolaga bergin, muhitga opirib bersin. Uningga rostdanla pul lozim bo'lib qolgandi. Naval tartmani ichib, yog'liqdagi pulni oldi-da, ochiqib saqchiga berib, uningga yana boshqa narsa lozim bo'lsa, keling, dadamningmi keladigan vaqti bo'lib qoldi, dedi. Bu Abdulhamdi apandiningmi? Dedi saqchi qo'lidagi pulga qarab. Ha, saqchi qo'lidagi pulga qarab qo'yib, birdan jim turdi. Ondan so'radi: "Azbiroyi Xudo, bundaq ishni odam jinini changiliga elib qiladi. Chunki buningda bosh ketmagan taqdirdami turmiga tushadigan gap." Ajoyib yaxshi ekansiz, dedi Samiya. Rostini aytsam, bundaq odamlarga saqchi Navalga, ondan yana pulga qaradi. Saqchi shundaq deb jimmida turaverdi. Bir narsani tushungandek Navalning ko'zlari paqrab ketdi. Samiya, yur, sana gepim bor, dedi u hadisini qo'ltiqlab ichkariga ilib mangdi. Ketib etib orqasiga burilib saqchiga: "Ranjimay, sal saqlab turing", dedi. Uydan chiqibla Naval hadisiga pichirladi. "Sen 25 jiris chiqa, mendami 25 jiris bor. Ularni qo'shib saqchiga tapan haqqi beraylik. U olmasligi mumkin, xafa bo'lamdikin texi. Undaq bo'lmasligi mumkin. Hamma odam shundaq qiladi. U bizga yana yordamlashadi emasmi?" Samiya toza ishonmay beshini chayqadi. Ular port manlaridan pullarini oldi. Naval pulni elib saqchining yeniga kirdi. Dakkudukka ichida pulni saqchiga berdi. Saqchi pulga qaramadi. Ammo pul sanagandek tangi pullarni tutib beqib so'radi: "Buni kimga beraman? Bu sizning xarajat qiling", dedi Naval duduqlab. Ajdi yo'q edi. Rostdanla bumu lozim emas, dedi saqchi pulni changallab turib. Onun gepini rost deb qolgan Samiya hayron qoldi. Navalmi bir nimalarni deb o'dingishib qo'ydi. "Rahmat", dedi saqchi pulni yanchiqoga selib etib. Ondan ishga qarab mangdi. "Bizga doim xabar yetkazib turing, kunda keling", dedi Naval. "Bo'ladi, omon eson bo'linglar", dedi saqchi. Naval xiyolga patgan holda oshxonaga kirib ketdi. Samiya Abdulhamdining xatini yana o'qidi. Qurlar orasidan Abdulhamdini ko'rgandek bo'ldi. Ondan uning maydasiga beshini qo'yib yig'ilgandek xatni yuziga yiqib o'zini tutib ololmay yig'lab ketdi. Bovay qaytib kelganda tushdan keyin soat 3 bo'lgan edi. U bakmu harg'in, ruhsiz ko'rinatdi. U saqchi mahkamasiga berib, kapitan Dabag'ni ishxonasidan topolmadi. Ishxona oldida xizmatchilar bilan billa Dabag'ni 3 soat saqladi. Dabag' kelgandan keyin uni yana sirtda 3 soat turg'izdi. Keyin uning bilan ko'rishmayla qo'ydi. Hatto o'g'li to'g'riliq hech narsa deb bermadi. Bovay ilojsiz qaytib keldi. Uning ko'ziga qorong'ulikdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. G'azabini o'shmanlik va jon tikib elishiman degan niyat bilan besib turib. Qizlar dadasining oldiga chiqdi. Bir saqchining kelib ketganlik xabarini yetkazdi. Abdulhamdining xatini o'qib, uning ko'nglida ojizgina umid chirqi pilildagandek bo'ldi. Har holda u o'g'lining nadligini bildi. Uning ovozini angladi. Abdulhamdining ovozini angladi. U xotiniga tasalli bermoqchi bo'lib, o'jirsiga qarab mangdi-yu, bir necha qadam mengibla biri chaqirgandek bilinib to'xtab qoldi. Ana, muhit chaqiryotdi. Doktorxonada yetib, o'zini chaqiryotdi. Yordam so'rayotdi. Bovay darhol orqasiga burildi-da, xotinigami tasalli bermay uyidan chiqib ketdi. Kira mashinasiga chiqib, shopirga ayni qasr doktorxonasiga opirib qo'yishni aytdi. Yo'l bo'yi shopirni tezroq haydasangiz, ranjimay, tezroq haydasangiz ustam deb oldiratdi.
Әпсус, u o'g'lini ko'rolmadi. Bovay doktorxona oldida bir soat aylanib yurib, ishkida miltiqliq ikki saqchi qorovulliqda turgan o'ynila ko'rdi. Oxir o'g'lining shu uyda ekanligini bildi. Ming tasda bunimi bir yosh doktor aytib berdi. O'g'lingizning salomatligidan andisha qilmang. U bak ojiz ekan degan gapnila uqdi. Tartqan jafosining natijasi shula bo'ldi. Kech soat 6 bo'lganda og'ir g'am qayg'u bosgan bovay uyga qaytib keldi va oiladagilari bilan yana bir qorong'u kechini kutib oldi. Çarşamba atdiganlikka Naval uchrashishga bormoqchi bo'ldi. U hozirgacha belgilangan vaqt degan yerda Ibrohimni ko'rmadi. Shundaqdimi o'zining nima uchun umidsizlanmay yana boradiganligini bilmaydi. Rostini aytganda, uning umid chirqi o'chgan, o'zini bir qabrini, orzu umidlari ko'milgan qabrini ko'rgili boradigandek his qiladi. Chunki u o'ziga har haftaning dushanba, chorshanba kuni tushdan burun u qabrini ko'rgili boraman deb va'da bergan edi. U uydan motam murosimiga ketayotgandek chiqdi. Fani maydoniga kelib to'xtadi, ammo atrofiga qaramadi. Yosin o'qib, Xudodan o'chgan umid chirqini yondirib berishni iltijo qilayotgandek yerga qarab turdi. Bir mashina kelib, uning yanida to'xtadi. Naval beshini asta ko'tarib, Fathi Malijini ko'rdi-da, salomlashishni unutib, etilib kelib so'radi. Vaqa chiqinini angladingizmi? Anladım. Hammani bildik. İbrahim meni sizni xotirjam bo'lsin deb avatdi. Ular hech nima bo'lmaydi dedi. Naval ko'zlarini yerga tikib so'radi. İbrahim yaxshimi? Bu ulug' muhabbatga hurmat bildirgandek Fathi yaqinliq kuldi. Yaxshi, noiti obdan turibotdi. Sal jim turgandan keyin Naval yana so'radi. Ular turmadan qandoq chiqdi? Turmaga so'lg'anqa odam hech nima bo'lmaydi. Muhimi iqror qilmasala bo'lg'ini. Hozirga qadar hech qaysi iqror qilmabdi. Muhit bilan Abdulhamdini bundoq chidamliqda kimmi ishongan? Ular ching turdi, yaraydi. Ular nimada ching turdi? Cho'chib so'radi Naval. Fathi uning texi aksi bilan bir navra aksining tortgan jabr jafolaridan xabarsiz ekanligini pamlab gapni burvatdi. Muhimi İbrahim sizni xotirjam bo'lsin, bu ishga vaqt ketadi deydi. Qaysi ishga tushunmay so'radi Naval. Ularni qo'yib beradigan ishga uzun vaqt ketami? Yo'q, undaq bo'lmaydi. Muhimi ular iqror qilmasalar yaxshi. Sizlarning o'y xiyolinglar ularning iqror qilmasligidilar ekanda, ta'ni qildi Naval. Agar iqror qiladigan bo'lsa, ularni sotqa beradi, hukm chiqaradi. Az deganda 3 yillik kesadi. Agar iqror qilmasa, turmada 1-2 oy tutib turib qo'yib etadi. Naval xijil bo'lib beshini sangilatdi. Men mangay dedi Fathi. Ruhliq turing, ammo ehtiyot qiling. Deganlarimni hech kimga tinmang. Men İbrahim bilan ko'rishsam bo'lmamdi. O'zini tutolmay so'radi Naval. U kelib siz bilan ko'rishsa ishning cho'ngi chiqadi, dedi Fathi oq ko'ngillik bilan kulimsirab. Uning ahvolini tushunasiz, keyin uni cho'qim ko'rasiz. Naval beshini sangilatdi. Yuzi o't elib mangziga qizillik yugurdi. U tunji qatim muhabbatning shirin lazzatini his qildi. İbrahim meni unutmabdi. Xatargimi qaramay, men bilan ko'rishishni o'ylab etibdi. İbrahim meni haqiqatan yaxshi ko'rdi. Fathi Maliji g'amga patgan Navalni yolg'iz qoldirib, mashinasini haydab ketib qoldi. Fathi mashinasini Azhar jamiasi maydonidagi savdogarlarning mashinasi orasiga to'xtatdi. U mashinasini odatda shu yerda qo'yatdi. Fathi Azhar jamiasini bo'ylab mengib o'ngga burildi. Ondan udul mengib Batiniya ko'chasiga chiqdi. U 4 qavatlik bir binoning oldiga kelib to'xtadi. Bu bino atrofidagi binolardan mustahkam ko'rinadi. Fathi binoga qarab belgi bergandek isqirtdi. Ikkinchi qavatdagi bir deraza ochildi. Orqadanla yaktak kiygan bir yigitning beshi ko'rindi. U Fathini ko'rib so'radi.
Assalomu alaykum Fathi. Konspikingni olg'ash keldingmi? Keldim. Birdam dars tayyorlamdik. Vaqting bormi? Dedi Fathi atrofiga qarabmi qo'ymasdan. Vaqtim bor, kirgin. Dedi yigit birdamlik orsoldilikdan keyin. Fathi binoga kirdi. Eshik tubida bir ayol o'ltiratdi. Fathi ayolga salom berib, ikkinchi qavatga chiqdi. Eshik ochilib, heliqi yigit chiqdi. U yigit do'g'loqqina kelgan, bo'yi bilan beshi sandalga o'xshatdi. Ular bir-biriga qarab qo'ymasdan ustiga mangdi. Fathi ularning kaynidan mangdi. Ular 4-qavatga chiqdi. Yigit yaktikining yanchiqidan ochqichini elib, bir eshikni ochdi. Ular yanıla gap qilishmasdan ichkiriga kirdi. Uy gunga panjaralari etivetilgan edi. Yog'ochlarning orashlaridan ozroqla yo'riq tushib turardi. Ular ichkiridagi uyga mangdi. Yigit eshikni ochib, Fathini kirgizibdi. Uyning bir bo'limidan bir odamning ovozi anglandi. Ammo bu ovoz xuddi yerib ketgan odamning cho'nqur tarqinidekla anglandi. Uni ko'rdingmi? İbrahim aldırmagın, dedi Fathi kulib. Aval sana assalomu alaykum demen. İbrahim safada özünü sel rusladı. U azroq o'riqlagan, chiroyimi tatirang'i edi. Ammo ko'zlari chaqnab turardi. Burutini qo'yib atgashga sal qeri ko'rinatdi. Va alaykum assalom. U sana nima dedi? İbrahim o'zini tutolmadi. U aksidan andisha qilib etibdi. Dedi Fathi İbrahimning yeniga o'ltirib. Tasalli berib, uni xotirjam qilib qo'ydim. Albatta, u seni ko'rsam deydi. İbrahim xeyligacha gap qilmadi. Fathi bundaq ishlarga ko'nib qolg'ashqa, uningga kulimsirab qarab o'ltirdi. Berib, o'zimni ma'lum qilaymikin deyman. Muhitni qutuldiradigan buningdan boshqa chora yo'q, dedi İbrahim beshini sang'ilatib o'ltirib. Sarang bo'lma, dedi Fathi tamkin holda. Qaraganda rostdanla sarang bo'lib qoladigan o'xshaymi? Dedi İbrahim beshini ikki qo'li bilan changallab. 19-bob tugadi.